O'rtoqlar, hammaga salom, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy rasxod qildirmoqchi bo'lganlar WhatsAppdan aloqaga chiqamiz. Energiya obmeni uchun bitta like, podpiska sizlardan. Tak, bugungi kartamga savolim. U hali ham sizni sevadimi? Tak, ketdik. Energiya obmeni qilganligi bu rasxodim borsin, tezroq. Ketdik o'rtoqlar. O'rtoqlar aytib o'taman, bu общий расклад kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Личный расклад через WhatsApp. Я принимаю. Так, aqlingizdagi insoningizni sizga qarashini va hidini eslaysiz. Tamommi o'rtoqlar? U sizni eslayaptimi? U sizni hali ham yaxshi ko'radimi? Ketdik. Avvalambor bitta narsa aytib o'taman. U sizni yaxshi ko'radi. U sizni jon u dilidan ortiq bir ertaklardagidek, bir kinolardagidek demayman, lekin chuvstvasi bormi? Bor. Yoqtiradimi? Yoqtiradi. Lekin nimagadir o'zgarib qolgan. Sababini bilamiz. Uchinchi shaxs boshqa ayol bor chunki. Bilasizmi? Kim u deganimda, u ayolni bitta farzandi bor chiqyapti va bitta farzandi bor ayol bilan gaplashish chiqyapti. Lekin bilasizmi? U-chi, ya'ni siz aqlingizdagi insoningiz отношенияni-chi tempo boryapti. Nima, qanday deysizmi? Mesela, например, sizga podarka olyaptimi yoki-da gul olyaptimi? Unga ham qilyapti, unga ham olyapti. Mesela, sizga pul beryaptimi? Unga ham beryapti. Ya'ni tempda bir xil boryapti отношенияni. Lekin ko'proq kimni sevadi, kimni yoqtiradi desangiz, bu yerda-chi tenglik nimagadir chiqdi-da. Boya aytib o'tganimdek, birinchi rostdan sizni sevishi chiqdi, keyin ikkinchi shaxs borligi chiqdi, ya'ni uchinchi shaxs borligi chiqdi va tempda olib ketishi chiqdi. Bu ya'ni inson o'zini-chi, bilasizmi, juda ayyor va juda bir tulki erkaklar bo'ladi-ku, shunaqa erkak.